Eltex sanoat uyushmasi axborot xizmatining ma'lum qilishicha, 2025-yilda tarmoqda eksport ilk bora 1 milliard 300 million dollardan oshadi. Shu bilan birga sohada hali ishga solinmagan imkoniyatlar ko'p, xususan yuqori qo'shilgan qiymatli mahsulotlar ulushini oshirish, misni chuqur qayta ishlash va eksportni diversifikatsiya qilish dolzarb vazifa bo'lib kelmoqda. Shu bois mamlakatimizda chuqur qayta ishlash bu borada mahalliy ishlab chiqaruvchilarni yanada qo'llab-quvvatlanyapti. An'anaviy turdagi mahsulotlarni ishlab chiqarish bilan birga yuqori texnologik turlarni o'zlashtirish, jumladan elektronika va yarim o'tkazgichlar sohasiga kirib borilyapti. Hozirgi lavha ana shunday yangi loyiha xususida. Men hozir plata ishlab chiqaruvchi mana shu elektron qurilmaga buyruq berdim. Gap shundaki, Namanganda kompyuter va zamonaviy elektron qurilmalarga plata ishlab chiqaruvchi yangi quvvat ish boshladi. Ushbu quvvatda 8 soatda mingta mana shu kabi tayyor platalar ishlab chiqariladi va ushbu korxona bu bilangina chegaralanib qolmasdan bugun kompyuter jamlanmalari, zamonaviy elektron doskalarni ham tayyor mahsulot sifatida ishlab chiqaradi. E'tirof etish kerakki, ushbu loyiha ayni yo'nalishda respublikada birinchilardan Namanganda ishga tushirildi. Ushbu loyiha chortoqlik yosh tadbirkor tomonidan ishga tushirildi. Yaponiya texnologiyasi asosida ishlayotgan ushbu korxona qiymati 1,5 million AQSh dollariga teng. Ahamiyatlisi, bugun bu yerda elektron qurilmalar ehtiyot qismlari va tayyor mahsulot ishlab chiqarish texnologiyasi to'liq yo'lga qo'yilgan. Korxonada 3 ta ishlab chiqarish bo'limlari mavjud bo'lib, birinchi plata va ehtiyot qismlar tayyorlash, ikkinchi terish, uchinchi tayyor mahsulot. Muhimi, yakuniy laboratoriya ham joyning o'zida. Bu loyihamiz 4 bosqichdan iborat. Platani skanerdan o'tkazadi hozir. U skanerni manipulyatorga chiqadi. Keyin komponentni urishni boshlaydi. Xatosini ko'radida, ular qayta 4-bosqichga o'tadi. 4-bosqichda yirik komponentlarni uradi. Protsessor, chiplarni uradigan etap shu. Ana oxiri shuncha qoladi. Aytish joiz, tuman darajasida bu kabi loyihalarning ishga tushirilishi elektronika sanoatida yangi natija. Qolaversa, hududlarda zamonaviy kasblarni rivojlantirishda ham istiqbolli loyihaga aylanmoqda. Bugun bu yerda 25 nafar yoshlar yuqori texnologiyalarda ish olib bormoqda. Yo'nalishim shu bo'lgani uchun ish boshladim. Oyliklari vaqtida beriladi. O'zimizni Chortoqda bo'lgani uchun uy manzilim ham ancha yaqin. 1 yil davomida ishlayman. Mana bu yerda programma sohasiga qo'yishdi. Kompyuterlarni sistema qilaman, programmasini qo'yaman. Universitetda nimani o'qigan bo'lsam, o'shani bu yerda amaliyasini qilyapman. Korxona yiliga 500 mingta plata, 60 mingdan ortiq tayyor mahsulot ishlab chiqarish quvvatiga ega. Mahsulotlar hozirda nafaqat qo'shni davlatlar, balki boshqa xorijiy mamlakatlarga ham yetkazib berilmoqda. Korxona misolidagi ushbu natijalar esa viloyat uchun elektrotexnika ishlab chiqarishda yangi marralar sari impuls beradi.